Kaç valla kaç. Eyvah. Eyvah. Hurmatli mehmonlar, avvalambor xush kelibsizlar. Mana bugun mana shu Yanqo'rg'onda bir ajoyib tantana. Xalqimiz ardog'lariga bo'lgan bir ajoyib san'atkorimiz, xalqimiz sevimli san'atkori, o'zimiz oltaralik do'stimiz Oxunjon Madaliyev mana Qamishdan bel bog'lab sizlar uchun xizmatga kelishgan. Hozir yig'ilishlarimiz davriga Oxunjon taklif etamiz. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yaxshi bo'linglar. Marhamat. Akşam ki gülmem sana Akşam ki gülmem
kim iltgaymas yüksi işrep tuni bunda Navavidik yotar ta Subh mahşer terki kham eylebe Her kim ki vefa kılsa vefa tapusudur Her kim ki cefa kılsa cefa tapusudur Yaxshi kishi yomonlik ko'rmag'ay hargiz Har kimki yomon bo'lsa jazo Güzeller kargaydı beni Karavsız muhabbet için kargaydı Güzeller kargaydı beni Karavsız muhabbet için kargaydı Yine gözleymen Hadik tortmayman Onamning duası Onamning duası beni asraydi Dostlarım kargaydı beni Satılgan sadakat için kargaydı Bir günü dostlarım kargaydı beni Satılgan sadakat için kargaydı Süleyman Ağrı'dan topmasman panoh Onamning duası beni asraydı Bu dünya bakmazsa panoh Onamning duası beni asraydı O'zimni qarg'ayman bir kuni o'zimni o'zim qarg'asam onamning duosi meni asraydi bir kuni o'zimni o'zim qarg'asam onamning duosi meni asraydi onamning duosi meni asraydi Bahorda kuz
Nigahlaring sarsaatligin Senden tirilmegin bihal ve bihal Müştak nigahlaring sarsaatligin Senden tirilmegin bihal ve bihal Siyerler güdek saklar sesinem Dürkünü kiler şahsaleyn kül Değilse gidemet unut ki Dürkünü kiler
sersar etmegin Senden bilmegin bir bağlamı Sen ele güleksen sessiginem bir günü kirer Şanzaleyni gül beni seketemen unut gel bir günü kirer Şanzaleyni gül beni seketemen unut gel Kirish olamiz, undan keyin davraning ha. Qo'shlarga yaxshi o'yinlarga qilamiz. Albatta biz o'zbek xalqi bir ajoyib xalq, mana shu kulgini yaxshi ko'radigan insonlarda. Mana davramizda ko'plab birodarlarimiz bilan otaxonlarimiz o'tiribdi. Mana shu otaxonlarni ko'rib bir narsangizga tushib ketdi. Ana shu urush paytida birga bo'lgan ikkita otaxon bir-biri bilan gaplashyaptimish. Shoqozim, esimdami? Nima? Urushga borganimiz. Ha, esimda. O'sha urushga borganimizda shu bizning komandalar chaqirib olib, urush paytida xayollari bo'linmasin, qizlarni eslamasin deb bittadan tabletga berdi. Sal esimda. Qara, o'sha tabletga mana iyni ta'sir qilyapti demiş. 60 yildan keyin. Hepsi bormi? Endi haqida bunaqasi bo'lib turadi-da, albatta bu hazil narsa. O'sha urush paytida ham qizil narsalar ko'p bo'lgan ekan. Endi bir otaxon yangi urushga borib qolgan, komanda chaqirib otaxon, mana shu miltiqni olasizda, mana shu qara otasi debdi. Tog'amiz miltiqni olgan, sekin nemizlarga otyapti demiş. Komandar o'q tugadi. Siz, o'q tamom bo'lmasa boshqa o'q yo'q. Endi miltiqni quruq ushlab turib, og'zi bilan to'g'ri sanibdi. Endi miltiqni quruq og'zini ushlab olibdik, og'zi bilan otyapti demiş. Rahmat, salomat bo'ling. O'ldim. Bang! Sal qoldi. Bang! Inamni ko'rdim. Tursa bitta nemis tankasi kelyaptimish. Qarasa joyshirin shart akugat bo'lganmish. Ha, bang'ilama o'ylaydi. Shu indamay qo'ymaymanmi? San narada o'tib ketaveradi.
Hozir ota deydi. Tursa, nemis tankasi yaqin kelib turib, ovozi o'chib qolganmish, deydi. O'qib deydi shekilli. O'rna turib qarasa, tankga oldida turganimi shu, tog'ani peshonasiga stol turib olganmish. Mana endi o'ldim. Mana hozir ota deydi. Tursa bir mahal sharaq edib tepadan tankani luka ochilib turib, bitta nemis chiqib turib, bam! Öldüm demiş. Bu da o kadar ona kadar. Endi do'stlar, mayda uncha puxtur ketyapsa, gap yo'q o'rtada, gap pulda emas, to'g'ri tushuninglar. Buni qanchaligida? Mana sanaga ham hozir 50 so'm tuyamni qo'yma deyapti. Men o'rtada men bulardan ham to'g'ri tushunasizlar, mana hozir Orol fondi ochilgan, to'g'rimi? Tinchlik fondi ochilgan, Bolalar fondi ochilgan. Siz oldin shu yaxshi hisob qo'ying. Yaxshi o'roz pul bergandan chiqadi. Endi montaj qilganingiz, qanday tezkari yurgizib yuborsangiz, men odamlarga pul taqatib turgan bo'laman-da. Men pullardan olmayman, mana Orol fondi bor, Tinchlik fondi bor, Bolalar fondi bor. Agar qarshi bo'lmasak, mana shu pullarni men bir tiyin qoldirmasam, Tinchlik fondiga o'tib qo'yaman deydi. Endi qo'ygandan davom ettiramiz. Bir odamda oyog'iga asulga deb qolib, gospitalga tushib qolibdi. Butunlar qarasa, suyagi yarim yo'qmish, niyo? Endi nima qilamiz? Sevgida it suyag'i uramiz. Bilinmaydi, yaxshi biladi. Rahmat. Xo'p deb haligi odamga it suyag'i qo'yib yubordi oyog'iga. Oradan bir 15 kun, 20 kun o'tgandan keyin haligi odam sog'ayib tashqarida yursa, doktor ko'rib qolib qalaysiz. Ha, yaxshi. Oyoq qalay. Oyog'im tuzuk. Operatsiya qalay chiqibdi. Shu operatsiya yaxshi chiqdi-yu, shu bir g'alati bo'lyapti-da. Nima bo'lyapti? Siz shu meni oyog'imga nima qo'yganligini bilmayman-ku. Shu stavani oldiga borganda oyog'im ko'tarilib ketyapti yamish. Amaldasin. Assalomu alaykum. Endi biz bolalarni yaxshi ko'ramiz. Bolalar shirin bolalar. Mana bu qarang, bu shirin bolalar, bular bekariga kelmagan. Bular tirikchilikka kelgan. Endi bir şey olamiz dedi. Bolalar zo'r yomon holatda odamlar. Shu kechasi uxlamay ovda chiqarib olganlar. Uxlamaydi kechasi. Nimaga uxlamayapsan? Sangiz hozir deydi Toshkentdan tungi yo'li bo'ladi deydi. Tungi yo'lini ko'rib olgan uxlamaydi. Ha, tungi yo'li tugadi. Yana nima uxlamayapsan? Sangiz hozir Andijondan kelib oladi deydi. Andijonda tugadi ham uxlamaydi. Ha, Andijon tugadi. Yana nima uxlamayapsan? Sangiz yana bir narsa bo'lib qolar. Bularning ko'zi pishib deyapti-da. Bir bolacha to'yga borib, shu ayollar tomon qarab olganmish. Bir lom bilagangina ayol o'tirganmishdi. Jam bunda kiyib olganmish. Ahmad yo'qollar ham to'rbichaymish. Uyma shekilga kelgan madra yemay olganmi? Tilla zanjirga bosmagan, tilla zanjirda ichida bitta kichkinagina samolyotchani maketi bormish, men pastga qarab turganmish. Hali bolaning ko'zi o'chtamishda. Haligi ayol hayron bo'lib, bolachani chaqirib berga debdi. Menga terilib qolding. Nima, samolyotchani yaxshi ko'rib qoldingmi? Sen yo'q, aeroportda deyamish. Bolalardan haqilga tuksa bo'ladi. Hammamizning farzandlarimiz bor, ular katta bo'lsin. Ayshaqaga shirin-shirin kichkina farzandlarimiz bo'lsa, agar o'g'il bola bo'lsa, birdan mehmon kelsa erkalaymiz, toy bola, shirin bola. Meni bolachani erkalaydi. Erkalagandan keyin bola qarab, "Buncha bor buncha." Siz boy deydi. Ana bir ko'rekchi, siz yo'q, oldin sizgina deydi. İşte bolalarga uyat yo'q. Bola, katta bo'lsin ayb. Katta yigitlar bo'lsin. Xalq xizmat qilsin, chiroyli to'ylar qilib bersin, to'g'rimi? Endi do'stlar, Musulmonning o'zi qiziq. Har joyda o'zining urf-odatlari bor. Ajoyib shevalar bor. Mana shu Bag'doddagi mansabni bo'ylari shevasi ajoyibda. Siz o'zlaringiz bilmasligi mumkin, lekin bizni mana shu vodiydan tashqari chiqqanidagi mana shu bo'ylari shevasi bir g'alati bir shirin tuyuladi-da. Bir to'g'ri haqiqiy o'zimizning shevada-da, to'g'rimi? Yaşam. Ana, o'zimiz shirin. Qarang, bir bolani ko'zi ko'karib maktabga ketdi. O'zimiz shu tomonlarga she'rni domlasi ham ko'z o'ngida qoldi. Sal uyda kechqurun inam, menam yotdik. Keyin menga qarab, "It, uxladingmi?" Buni yo'qsam qancha qo'yvordi, ko'zim ko'karib qoldi. Ji, unaqa emas-da. Qarog'i tushgandan keyin bora uxlash kerak. Bundan keyin vaqt bor yotinglar. Siz shunaqa qilyapsizlar, o'zimiz uxlab qolyapmiz. Bitta domlasi ham. Ertasi kuni hali bola kelsa, beri ko'za ko'karganmish. Ha, bu ko'zim nima qildi? Domla kechib uyda yana ayam, menam, dadam yotuvdi yo'q. Kim bir mahal dadam menga qarab, "It, uxladingmi?"
Bir de kulağısını cimada orada. Cimyasam beni uxlab qolibdi shekilli deb. Bugunni qulog'i bor, bilasa dedi. Bugun gul bordi. Keyin meni ham bilgim qistab ketib. Onlarga borib, "Bizam eshitaylik" deb demiş. O'shanda kim Muro'zak ko'karib bor ekanda. Ay bolalar ko'p. Shu bolalar borga hayron qolasiz. Odamlar qiziq. Bir bola nomlari domlarni jurnalistga pasha rasmi yozib qo'yibdi. Domlar bundan bexabar kelib qarasa, jurnalistga pasha tuganmish. Tushunmabdi. Cho'lg'aga shekilli. O'ldirib qo'ya qildim, rahmat. O'ldirib qo'ya qildim, haligi pashani mo'ljallab bir qarasa, pasha tuganmish. Domlarni qo'li og'rib ketib, nima qilishni bilmasdan kim chizdi buni? Sen bittasini domla, ona bola chizdi. Tashabaqa qilibdi. Bor dadani chaqirib kel. Sen dadam bir gaplashib qo'ymasanmi? Desading, hali borib dadasini chaqirib kelgan ekan, dadasi kelgandan keyin domla dadasiga qarab, bu o'g'liga tuzok tarbiya bersangiz bo'lmaydimi? Qarang. Jurnalistga tashraf yozib qo'yibdi. Sal qoldi, urib qo'limni sindirib oldim. Siyo, domla uni urishgan uni, u ahmoq deyapti u. U pashaning rasmi ish bo'la emas u, Pisha qildim, uylading, shu pishaning ustiga ayasini rasmi chizib qo'ygan ekan, sal qoldi kuyib qolishmaydi demiş. Shu bola iloyim bor bo'lsin baxtimizga. Bir kichkina bolacha ayasi bilan bozorga ketyapsa, u balki bolacha hech kal odamni ko'rmagan ekandek, bir kalni ko'rib qolibdi. Endi unga mashkal ekanda, yaltirgan ekan. Hani bolacha hayron bo'lib, "Ya, bu kal." Biza bu sekrob, eshitib qoladi. Biza haligi bola hayron bo'lib, o'zi bilmaydimi demiş. Bolalar shunday shirin bolalarimiz bor. Bir maktabga bir kamizlik kelibdi, chet tili darsini ko'rish kerak ekan, o'sha kuni maktabga chet tili o'qituvchisi kelmay qolib, o'rniga domla direktor bitta shu qarroq nuqul maktabga ishga minib keladigan domla bor ekan. Haring chaqirib, iltimos qilib, shu kamizlik ikkinchi darsga kirib tursangiz, kirgizib yuboribdi. Endi ayollar hayotda chet tilida dars o'tmagan o'qituvchi sinfga kirib olib, chet tilida dars o'tyapti-mish. Qanday o'quvchilar? Chet tilida o'tish kerakmi? Tushundiring. Kto darsi знаешь? Hinduxo. Bolalar jim o'tirganmish. Domla sir ochilib qolmasin deb gapni boshqa qilyapmish. Atam! Go out. Look at my shop. Bize hali bola tushunmaydi, domla. Buni bilganimiz yo'q. Sen chiqib eshagimni xabar olib bering deyapman senga. Sen shu yerda olmasmidi? Chiqib eshakni ko'rib, domlaning oldiga qaytib kelib, "Domla, Haminjonda tvoy eshak dahanbilar chuldirini traktor gumshamet." Ya, bu nima deganing? Sen domla 5-6 o'g'il bolalari stadionda burchagiga eshagingizni berib qo'yib, "Rasm meni ishat" deymish. Shunday bolalar borda. Biz gapimiz o'zi to'g'ri, lekin odamlar noto'g'ri tushunib qoladi. Bunaqa qiziganlarni ko'p eshitasiz. Masalan, bozorga borsangiz, bozorda narx-navolar ish bo'lsa, juda qiziq bo'ladi. Bozorga bordingmi? Ha, bordim. Narx-navolar qanaqa ekan? O'rtoq, narx-navo o'zgarib ketdi. Ana bo'pti. Ko'ylaklar ko'tarilib ketdi. Ishimdan tushib ketdi. Ta'minlorlar izlayapti. So'zlar qo'lma-qo'l. Karchina jet turibdi demiş. To'g'ri gap. Narxni gapiryapti. Lekin biz undan bir tushunamizlar. Yana bitta bozor bor. Unisi mol bozori. Hozir bozorga ko'payib ketyapti. Mana shu mol bozoriga borib qolsangiz, bozorga kirsangiz, lekin bozorga kirgan moldan dollar ko'p. Hani mol sotgan odam qo'lini uzib yubormaydi, mayasini to'lib. Agar unchalar odam bo'lsa, bitta silkanda bo'lib olaveradi boradi. Hayron qolasiz. Bozorda juda qiziq gaplar ko'p bo'ladi. Bozor sotadigan bo'lsa, o'sha agar mol o'zingizgami? Menigami qo'shnikimdir bu. Hali yaxshi aka. Bu molingizni qilishyapti deydi. Aka qilishyapti. Qancha qilishdi? Hozir bitta ota bola kelib, "Ikon to'rayam taqib ketdi" deydi. Ama bermadim deydi. To'rayam taqib ketdi berib qo'ymaysizmi? Sen to'rayam bermayman da.
Men 5 ta qilaman, berasizmi? Javob bermayman. 5 taga olib qiling deydi. Men sizga qilaman deydi. Men 5 taga bermayman. Nimaga bermaysiz? Qizimisiz? Bitta ozonda qo'shin chiqib, ekoni olti taqib ketgan deymish. Rahmat ilohim bo'linglar. Bizlardan kulgan emaslar. Rahmat salom bo'linglar. Rahmat. Qo'l torjiq qilib, tormiz. Hech men bozorga kelmasam, sen jan maqtanibsan. Men zo'rmandim. Sen nima zo'r? Sen bittani yumaloq qo'ydirursan. Deb qovun torjiq qilib. Mana meni qarab ketibdi. Shu men bittasi qolganda, shu 4 ta 5 tani o'zingcha hisob qo'yaman, ko'rasanmi? Odamlar meni yaxshi ko'rib oladi. Ben tursa bularning gapini bir chekkada oshqovoqqa tutgan ekandek, sekin ekon oldiga kelib, "Ey qo'y. Nimaga o'zing meni zo'r demaysan? Senlar nima zo'r, ya? Odamlar senlarga atini ekib, tagini chopib, o'g'it solib, suv qo'yadi, keyin hozir berasan. Mana meni zo'rman toshqovoq. Men aroda lovni ham saqlab qo'yaman men. Men makapani chiqarmasam chiqaraman men. Agar 4 o'g'rimlar kelib, buni devorda tegishib qo'ysam, devordan oshib, qo'shniga kirmasam chiqaraman degan ekan. Shunaqa gaplar ham bo'lar ekan.